Assalomu alaykum, Jeko. Gaplar Jo'ron. Xo'p dedim-ku. Qilmang, Jeko. Mana bu xalaq qolibdi, Xullas hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. KQ Life YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. To'g'ri yuring, naryoqdan ham yursa bo'ladi, Jeko. Va biz hozir Jeko Vines bilan aeroportga ketyapmiz. Aeroportdan qayerga? Epizamani. To'g'rimi? Aeroportdan Saudiya Arabistoni Jiddaga. Vlogda xullas, Jeko. Jidda. Vlog. Biz aeroportga yetib keldik. Ana indeyslar. Sho'rgan. Yaxshi, endi qara. Endi ko'rsiz bo'lsa, shatarni ozgina ko'tar. Dabal. Teper poyam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas, o'zingizlar bildinglar, Toshkentda bu sayohatga ketilyapti bugun. Va men bitta o'zim emas, bitta legenda bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima qilamiz, Selam, nimaga ketayotganimizni ayting, mayli. Barsa o'yinini ko'rishga ketamiz. Va Barsa yana bitta kubokni qo'lga kiritishini o'z ko'zimiz bilan bevosita ko'rmoqchimiz. Lamine Yamal, Rafinha. Let's go. Iska Barsa, Iska Kataloniya. Men Gabi'ning futbolkasini oldim. Yo'q. यार मेरा मेरे दिल में गट गट करके पी लांगी Biz aytgancha Saudiya Arabistoniga, Jidda shahriga faqatgina Omonxon bilan emas, sostavda boshqa yaqin kelar ham bor. Yes, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Bratimda ham YouTube'da 1 million aka. Xudo xolasa. Mana faqat 1 millionni borladi olasiz. Yo'q. Yo'q, eng anaqasi bittaman Real ekan mana. Bitta serial mog'oz shu yoqda. Hamma Barsa. Siz ham Barsa. Finalda oldimizga Siz olamiz. Barsa bilanmi? Siz Barsamisiz, aka? Realni. Omonxon endi legenda. Bunyodkor. Hozir videoni ko'rayotganlar, yozib qoldiringlar. Siz Barsani fanatimisiz yoki-da Real Madrid jamoasini? Hozir o'zida kommentariyaga yozib qoldiringlar va biz shu orqali aniqlaymiz kimning fanati ko'proq ekan. Let's go. Shaxsan men Barsaniki. Xullas, o'rtoqlar, xudo xolasa biz Saudiya Arabistoni Jidda shahriga yetib keldik. Mani 20-davlatim, Omonxon siz nechinchi davlatingiz? Men uchun bu 5-davlatim bo'lsa kerak. Da. 7-davlatga chet elga chiqishim. Xullas, hozir biza birinchi maqsad otelga borib eson-omon joylashib olish, keyin qorin to'yg'izish, chunki qorin juda ochdi, realni qorin ochdi. Let's go. Do'stlar, biz buni nihoyat moshinadan topdik va endi moshinaga chiqamiz. Men xonaga borib, keyin ovqatlanishga boramiz. Давайте go. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. What's your name, my friend? My friend demoqchi, my brother. This is good. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you say like Bosile? Like bo'lsin. Like Bosile. Ana endi biz chiqamiz ekan. Bizaga aytib o'taman, qiziq bo'lsa agar avia chiptalar bir kishiga borish kelish Jiddaga $660 tushibdi. Undan tashqari hozir Azgaga nech pulga gaplashdingiz? Anaqani transferni? Hammaga $45. Hammaga $45. Mana ko'rasizlar, hozir minivan olib ketyapti 7 kishilik. Hammaga $9 dan tushibdi, umumiy $45 bo'libdi. Как informatsiya qachondir yaqinlar bilan kelmoqchi bo'lsanglar. Assalomu alaykum do'stlar. Bo'ldi, kamol chiqmaydi endi. Kanalni oldi. Kanalga. PUBG o'ynaymiz bu kanalda deysiz. Endi faqat PUBG kontent chiqadi. Yo, reaksiya qilamiz. Bo'ladi. Can pay here? Ya otel Afrika bo'lgani yaxshi lekin. Hozir mana bizning xonani ko'rsatdilar, yoqmasa change qilamiz. Qo'rqitdi boshda. Qo'rqursaniki bilan. Shu yerda yotamizmi, Omonxon kelamiz. Biz Omonxon bilan bitta xonada qolamiz-ku. Quchoqlashmi? Farqi yo'q. Lekin o'zingiz bor lekin bilan. Вот bilasizmi prikol nimada? Voy. Вот ana endi bizni kutgan payt keldimi ko'ngilga? Nima edi kutgan paytimiz?
Ovqat ish. Ha, ovqatlanish. To'lov qilishmi? Hozir to'lov qilish. Короче, o'rtoqlar, biz mana shu otelga joylashib oldik. Otel 7 kunga 2 kishiga $850 bo'ldi. Ya'ni odam boshiga hisoblaganda $425 dan tushar ekan. Bu ham sizlarga как informatsiya sifatida. Hozir xullas biz ovqatlanishga McDonald'sga keldik. Nima zakaz qilamiz deb xullas. Men go'shtli narsa yeyman lekin. Bu yerda halol chunki bemalol yesa bo'ladi. Xullas bizga yoqimli ishtaha o'rtoqlar. Let's go. Omonxon ketdi. Bo'la qoling, yuring. Bizda zavtrak. Biz hozir o'sha oteldan chiqdik o'rtoqlar, sohilga ketyapmiz. Bu yerda Qora dengizmi shunda? Assalomu alaykum. عليكم السلام مرحبا Shukran. ويلكم حياك الله We are from Uzbekistan, brother. Uzbekistan. Yes. ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله Yeah, thank you. Nima ekan dengiz nomi? Jidda shahri dengiz nomi Qizil dengiz ekan. Qizil dengizmi? Biz hozir Qizil dengizni oldiga boramizmi shunda? Ha, Qizil dengiz ko'ramiz. Birinchi marta emas, lekin shu. Valla ahla. Keldik omonxon. Do'stlar, biz hozir juda chiroyli manzaradamiz. Bundan qaraganda qo'y. Relax show ekan-a. Ha o'rtoqlar. Biz Qizil dengizdamiz. Hozirchiyona Messining bolalarini ko'rib qoldim. Bular bilan ham hozir video olishga harakat qilib ko'raman. Hatta bularni videoga olishga. Assalomu alaykum. Alaykum. Hello. Hello. Barsa. YouTube. Mana boshla. Yaman. Subscribe and like this Yeah. video. Can you stay all? I take video all. Stay. Hey, bisaverni ta'ala. Kam qil. Hozir hammasini yig'ib olamiz. Bitta o'xshi rasmga ham tusha olaman. Can you come guys? Camera. Like Bosila. It's a like. Like Bosila, okay? Like Bosila. I say 1 2 3, you say like Bosila. Okay. Like Bosila. Let's go. Like Bosila. Bratishka kartochka kerak bo'lsa, bolartishka. Let's go. Oy. Oh, thank you. Yeah, Mr. Beast deyishyapti menga. Ozgina sohillarni aylanib, u yoq-bu yoqqa borib yuribmiz. Esingizda bo'lsa kerak, o'zi kelganimiz sababi bu futbol. Bugun Barsa o'ynaydi, ertaga Real Madrid o'ynaydi va yana 2 kundan keyin bu уже final bo'ladi. Xudo xohlasa bugun Barsani o'yiniga tushamiz va Barsani ham o'yinidan sizlarga kadrlar olishga harakat qilaman. Biz Saudiya Arabistonidamiz, bu yerda juda issiq. Hozir O'zbekistonda qish, bu yerda bo'lsa yoz, juda terlab ketyapmiz. Otelga borib, ozgina dam olamiz. Ha, azizlar, let's go. Aytgancha like bosib qo'yinglar videoga. Ana bo'lmasam, biza tayyor, xudo xolasa. Futbolga hali 3,5 soat bor, biz уже yo'lga chiqamiz, to'g'rimi? Man, mana shu 3,5 soat oldin yo'lga chiqayotgan bo'lsam ham kechikroq kiramiz o'ylayman. Da. Chiqsam yo'qda. Let's go. Biz baliq qo'yib keldik, stadionga qaranglar. Ticket. Yeah, okay. Tasavvur qilasizlarmi, orqamizda stadion va уже bir necha soatlardan keyin Barselona shu yerda o'ynaydi. Короче, biz nima qilyapmiz? O'zbekchilik bu yo'q-a?
Yo'q, endi mana kolbasa olganmiz. Ateldan. Mana bunaqa non olganmiz, magazindan, burgerlar non. Ha. Va biz o'yin boshlashdan oldin baribir endi ko'p o'yin bo'ladi, ko'p kuch ketadi, shuning uchun ham qorin to'qib olamiz. Biz nega o'zimiz bilan oldik? Bu yoqda birinchidan ovqat bo'lmasligi mumkin, ikkinchidan ovqat bizga yoqmasligi mumkin, uchinchidan stadionga biz 3,5 soat oldin keldik va 2 soat o'yin bo'ladi. Shuning qorin samosobi ochib ketadi va bu burgerlar nega bu yoqda yeyapmiz? Chunki ichkariga olib kirish mumkin emas. Oy oy oy, yoqimli shunaqa jigarim. Mr. Beast burgerlarini yaxshiroq lekin. Hali men stadionni ko'rganim yo'q. Hozir mana ko'ramiz. Yuringlar birgalikda. Men qaramayman. Dakasa qaramayman. Qaramayman. Oh, sorry. Let's go! Wow! Beni siz oling. Yo! To'g'risini aytaman, o'rtoqlar, hozir men o'z ko'zimga ishonmayapman. To'g'ri hali o'yin boshlangani yo'q. To'g'ri men hali Barselona jamoasini, o'yinchilarini ko'rganim yo'q. Lekin shu kunlarni o'ziga yetkazganiga Allohimga behisob shukr. Shunchaki orzu qiling, o'sha orzungizga erishish uchun harakat qiling va mana men sizlarga yaqqol isbot. Xudo xohlasa albatta orzular amalga oshadi. Shunchaki sabr, harakat, ota-onamizning duosi va hammasi bo'ladi. Omoxa, emotsiyalar qali. Emotsiyalar nerealli? Gapiring, Vashshi, men ham O'zbekiston stadioniga kirganman, lekin vashshi atmosfera boshqa bor-ku. Hali o'yin boshlanmasdan o'zi hayajon tutyapti-da. Yo'q, haybatni qarang. Mana rakurs qaranglar. Hozir gol urganda baqirish qanaqa bo'ladi o'zi? Tasavvur qiling, 70 mingta odam. O'rtoqlar, просто rakurs qaranglar. PlayStation ham xuddi shu rakurs. Bilmadim, men to'g'risi ishonmayapman haligacha. Mana shu orzu hozir amalga oshayotganiga men haligacha ishonmayapman. O'ylaymanki, mana shu videoni ko'rayotganlar sizlar ham qachondir agar Barsa va Real Madrid jamoalarining muxlisi bo'lsanglar, albatta shu joylarga kelib, bizlarning o'rnimizda aynan sizlar ham o'tirasizlar. Endi o'rinni ko'rsatish shart emas. O'zim chiroyliman, yetaman kadrda. Xullas, ozginadagi o'yin boshlanadi. Let's go. Xullas, men yerda baqir-chaqirib bo'lyapti, o'shanga biz ham kelib oldik. O'rtoqlar, hozirgina gol bo'ldi. Ferran Torres bilan. Havodir. Ha azizlar. Hello everybody. Assalomu alaykum. Prosta bitlab ketuvdik, sochimizni oldirdik, to'g'rimi? Ha azizlar. Tak, o'zingizlar ko'rib turganlaridek, safimiz kengaydi. O'zimizning yaqin insonlar Shohruz CV va Azimchik Waynes ham bizni davramizga qo'shilishdi. Endi biz Jiddani birga aylanamiz, to'g'ri bir kun aylanamiz, bular ertagina ketishar ekan. Xullas, bugun Real o'yiniga birga tushamiz, faqat joyimiz ikki xil bo'la bilan. Real Madrid. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Hop, azimizga qayerga keldi shunda hozir? Hozir Senomi Jiddah park ekan. Jiddah park, Targov sentr ekan. Azimjon akam taksi chaqirdilar, taksiga to'lab yubordilar hozir. Yaxshi inson. Alloh rozi bo'lsin. Va hali xotini yo'q, shu qizlar ko'rayotgan bo'lsanglar o'zinglar bilasizlar. Birinchi o'rin ovqatlansa zo'r bo'lardi menimcha bolalar. Nechinchi etajda ovqat eng tepasida bo'lsa kerak. Bizlar Barsani fanati bo'lsak ham, lekin bugun Real o'yiniga tushamiz, xudo xolasa. Bilet olganmiz. $160 odam boshiga bilet oldik Real o'yiniga. Final ham qimmat. Ha, finalga arzonroq bilet oldik.
что еще сказать, ама ей люби. Bu yo'lda ashlatish mumkin emas aytgan ish. Qanotlarimni bera, senga shu bo'lsa qulay. Senga parvozlar tila, ko'zim jarlikka qulay. Mana biz ana albayiklarimiz keldi o'rtoqlar. Qani ochdingizmi? Siz o'zingizga ochmadingizmi? Qani qochadi bu Nazimjon? Shunaqami? O ana, bamur paketi bor ekan-ku. Xo'sh o'rtoqlar, unda bizga yoqimli ishtaqa. Давайте. O'rtoqlar, o'yin tugadi. Real Madrid g'alaba qozondi va biza El Clasico ko'ramiz. Atletico Madrid penalti seriyasigacha borishga arziydigan o'yin qildi. Barcha Real Madrid muxlislarini tabriklayman. Xudo xohlasa endi 11-yanvar kuni El Clasico'ni jonli ko'ramiz. Let's go. Xo'p, Azam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizlar? Sog'lik. Biz tungi sayrga ketyapmiz. Da, Jidda shahri bo'ylab tungi sayr. Короче, bitta narsani ko'rishim kerak hozir. O'zimmi-da? Yo'q. Turing, to'g'rimi? Bir. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Xullas mana nur taralyapti. Yes. Shunaqa mana. Kech payt quyosh chiqyapti albatta. Ko'rinish shunaqa mana. Xullas mana, endi bu yog'iga kommentariyaga Kamol Kalbosh deb yozib qo'yinglar. Kamol Kalbosh. Menga yarashib turing. Yarashdimi yo'qmi shuni ham yozib qoldiringlar, lekin bitta odamga aniq yarashgan. Legenda qaytdi. Yo, ayo nima bu? Keling chiqing quyoshga. Ana bor. Etikiga mushudi tuxum bo'ladi. Ketdi omon ha. Yuring aylaninglar. Taksi adashmasam kim bo'libdi shu taksi? 7100 Samarqand Omonxo'tan Sila bang. Ayting. Davay. Samarqand Urgut Omonxo'tan. Mana. Nima, eti zapadlomi? O'zim ismi borligi uchun menga noqulay edi. В смысле? O Xudo haqqi Omonxo'tan. Akajonim, Qo'tan degan, bilasizmi degan Qo'tanni? Hokimigaza ham men nimagadir aytgim keladi shu so'zni. Men o'zim ixtiyorim bo'lganim uchun. Assalomu alaykum, brother. Assalomu alaykum. Mana so'kdingiz как будто бы. Agar hozir men so'kkan bo'lsam, men boydan emasman so'kayotgan ekansiz-da. To'g'rimi? Shohurda Omonxo'tan. Yo'q, qarang. Ay, bo'ldi, bolalarning kuni bo'sh o'tay mana. Omonxo'tan shoqlay. Yes sir. Hello, how are you? What's your name, sir? My name is Isa. Isa. Yes. Where are you from? From Uzbekistan, brother. Welcome in Saudi Arabia. Yeah, thank you so much. Shukran jazira. Thank you. Hozir ko'zimiz oldida avariya bo'ldi. This is problem, guy. This is problem. Hozir mana avariya bo'ldi o'rtoqlar, prikиньте. Alhamdulillah, salomat. Oh my god, brother. Oh my god. Нереальный avariya bo'ldi o'rtoqlar Paputi hozir. Короче, mana bu katta mashina ketyapti. Avariya bo'layotgan mashina o'rtasiga o'tib qoldi, tirrib ketdi. Videoga olishga qo'rqdim, nima olib ketdi lekin. Ol videoga oldilar. Qancha odamlar yuradi-da? Yo'q, odamlar yuribdi, hayvonlar yurgan. Voy, yo'lchilik joyda bu. Qaror, anta turasiz, xen oldida. Tursangiz, Jidda undov belgisi bo'ladi. Havo hovlat tursa.
Buyruğu darek gap bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Don't take video? Assalomu alaykum. This mamnun. Huh? Kamera. This? Kamera No. mamnun. For memory, Jeddah, we are travel tourist, brother. Don't say about it. We picture only ourselves. Okay, 1 minute. Okay. Bular sohilda aylanishga chiqdik, video olmaylar deyishyapti. Prosta olmoqchi edik o'zimiz. Haydab Jidda yozuvini olib bitta kadr olib qo'ying, jigaram. Mana o'zi. Name in YouTube? Yes. Yes, this is my channel, brother. Yeah. Oh, 1 million. Yeah, 1 million, brother. Thank you. Yeah. Like, subscribe. Like, subscribe. Like bilan obuna bo'lib qo'yinglar. O'ta hijobli, paranjali ayollar bor bilan olsangiz, muammo bo'ladi. O'shaning uchun syomka qilmanglar deyapman dedi. Ha. Biz ham aytdik, biz ham yaxshi bolalar o'zimiz olamiz, faqat birovda aqli ayoliga qarab yuradigan bolalar emas biz, to'g'rimi? To'g'ri. O'tding mendan. Mani aqli ayolim ham hozir ko'ryapti menimcha. Oy. Mana Omonxon bu yer sohili o'zi xos. Do'stlar, biz tungi sayrdamiz va bu tungi sohil. Va bo'tmaga juda yoqayotgani o'zi dim emas va barra havo. Da. Barra sejilgan. Ana. Sevgim barbod endi bir umrga, qarab to'ymadim moviy ko'zlaringga. Dubai. Ko'rishmasak mayli jonim goodbye. Только смотри mani, sevgim не забывай. Kalligimga kadrlagan sal xunuk chiqyapman-da. Bo'lmasam takoy vaybo videolarda yuramiz, prosta kalligim xalaq qotdi o'rtoqlar. O'zi bu vlog olayotganimdan maqsad shunchaki bizani oramizdagi vibe his qilish, umuman vibe ni bir nima qilib sizlarga yetkazib berish. Sizlar like bosib qo'yinglar. Yaxshi sochim yarashmadi lekin boru. Soch yo'qda nimasi yarashadi? Voy, mana bu nima bu? Bu nima bu? Qani? To'xtadi. Bro, excuse me. Brother, kelyapman, aka. Voy buni. Bro, assalomu alaykum. Can I take video, okay? Brother, very good. Assalomu alaykum. Yeah, brother, can we? Oh my gosh. Voy. Shoshila. Bismillah, qayt kelaman. Let's go, bro. Let's go. Whoa, brother. How are you? I am fine, thank you. What's your name, my bro? Mohammed. Oh, nice to meet you. Nice to meet you, brother. Where are you from? From Uzbekistan. Uzbekistan. Nice Yeah. to meet you. Nice to meet you. I am blogger, brother. Whoa! Yeah! O'rtoqlar to'satdan o'rtoqlar Lamborghini tasavvur qilasizlarmi? Voy, o'rtoqlar mana ko'rasizlarmi? Bu Lamborghini! Bu Lamborghini o'rtoqlar. Yema! To'satdan, prosta to'satdan. Unlucky deydi-yu. Yeah, boy! 1 second. Voy, mana buni qaranglar. See this. Now you see Boy. black, yeah? Yes. And this white. Yes. Come from the other side. Why? Voy! O'rtoqlar qaranglar, mana qora, endi oq bo'ldi. Bu qora bu oq. Endi qaranglar. Nabarot. Sayohat qilishning zo'r tarafi shunaqa zo'r insonlar bilan tanishasizlar va har xil hayotingizda boshqa his qilib ko'rmagan yengilliklarni his qilasizlar. Experience bo'ladi. Brother, thank you so much.
Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, thank you. Xullas, o'rtoqlar, ajoyib experience bo'ldi. Bratanga kattakon rahmat deyman. Prosta yo'lni ko'rib qolib, baqirganimga men uchun to'xtamani bitta guruh qilib aylantirib keldilar. Rahmat kattakon. Biz bo'lsa bolalar bilan sayohatni davom ettiramiz. Let's go. Nech pul ekan tualet so'mda? Tualetga kirdim. Hop. Video kartadan shundan urdim, 25 ming ish bo'ldi. So'mda 25 ming ekan. Bitta tualet. Ha? Kirdim ham. Anaqa berar ekan. Ha. Tualetga beryapti. Men ko'p martalik bo'lsa kerak, menimcha. Deb abonementingiz bor-a hojatxonaga. Voy omongon lekin boru qorong'ida tursangiz ham bor mana hozir qarang, kadr qorayib turaman, boshingiz ko'rinadi-da. Xuddi men kal bo'lmagan usta kulishga netchi. Kadrda chiroyli ko'ryapsiz lekin Shohir Shohir. Orqangiz yaxshi chiroyli. Ha, orqam chiroyli. Men o'zim deb voy. Aqlay olim aytadi, chiroylimanmi yo'qmi, ha? Vaqt kelsa, Xotin? Ya bor uje. Ayog'i? Yozda to'y. Oy oy oy. Ay 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 ay. Hello. Hello, how are you? I'm fine. How are you? You fine? You fine? Hello. How are you? What's your name? Rayan. Rayan, nice to meet you, brother. See you again. See you again. Bye. Goodbye. Assalamu alaikum. Shalom. Oh, thank you. Thank you, sir. Nice to meet you. Oh yes. Yeah, it's for YouTube. Yeah, thank you. Nice to meet you. Okay. To'g'ri, naryoqda bizga odamlarni o'zini syomka qilmaylar deyishdi. Ular endi mana hozir Dandamomet orqamdan o'tib ketayotgan paranjadagi, o'sha hijobdagi ayollar uchun tegishtirilgan gap, lekin aslida hozir men o'zim odamlarni ko'rganda kamerani pastga qilganimda ham odamlarni o'zi "Key videoga ol meni, YouTube'ga video olsam" deb, naborot odamlarni o'zi videoga tushmoqchi. Endi bu albatta erkaklarga tegishtirilgan. Ona qaranglar, svetni oldiga kelsam oppo bo'lib qoldim-ku. Chiroyliligimga qaranglar, crash. John Sins. Ay. Ochig'ini aytganda, bu vlogda ko'proq ko'rayotgan bo'lsanglar, men operator rolida chiqyapman, ko'proq syomka qilyapman. Buning sababi mana shu sayohatni ozgina bo'lsa ham sizlarga o'zimni ko'zim bilan yetkazib berish. Ya'ni mana shu sayohatni sizlar meni ko'zim bilan ko'ryapsizlar. Menimcha bu ham bir meni ijodim uchun qanaqadir bir yengillik bo'lsa kerak. И вообще birinchi marta o'zi professional kameraga syomka qilyapman. Birinchi marotaba hayotim davomida. Let's go. Da. Ha o'rtoqlar, va nihoyat mana shu Saudiya Arabistoniga kelganimizdan maqsadi va sababi bo'lgan El Clasicoda turibmiz. Xudo xohlasa 2 soatdan keyin o'sha o'yin boshlanadi. Hozirchalik ko'rib turibsizlar, stadion pustoy. Kelinglar, men sizlarga bitta kichkinagina переход qila qolaman. 3 2 1. El Clasicodan boshqa kadrlar yo'q, chunki men ham oddiy odamga o'xshab mazza qilib futbol ko'rdim. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizda уже men bilmayman ham даже Jiddadagi nechinchi kun. Kecha El Clasico bo'ldi, Barselona yutdi. Короче, уже biz hozir bolalar bilan nimaga qaror qildik? Kompyuter o'ynashga. Jiddada kompyuter o'ynashga tasavvur qilasizlar. Let's go. Bilasizmi o'zim kimga o'xshayapman? Voldemort bor-ku, Voldemort nima? Harry Potterda. Avada kedavra deydi-yu. Voldemort. Zvachka qaranglar. Yuringlar ketdik, mana. Kompyuterxonaga keldik bolalar. Hello guys. Hello. How are you? Hello, what's your name? Abdullah. Abdullah. Brahim Diaz. Короче, 4 kishiga 3 soatdan o'ynash 200 real bo'ldi. Nech puliga chiqdi xullas? Почти nech pul bo'ldi? Shunday bo'ldi, 700 ming bo'ldimi?
Yo, qimmat ekan kompyuter xonalar yoki biz qimmat joyga keldik. Короче, kompyuter xonasi bo'lmabdi. Bolalarda anti-cheat yonmayapti. CS o'ynaydiganlar biladi, Faceit anti-cheat bilan kiriladi. O'sha narsa yonmayapti. Menda normal, menda yondi. Sizda ham yondi? Menda klaviatura ishlamayapti. Yo'q, qotmayapti lekin kompyuterlar bolalar. Internet yaxshimikan bilmadim. Siz naushnigingiz ekan bu. Meniki qani? Men naushnigim qani? Boshqa kompyuter ishlaydi. Ha, o'rtoqlar, shu bilan bizani Saudiyaga, Jiddaga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men uchun yana bir ajoyib sayohatlardan biri bo'ldi. Do'stlarimiz bilan yaxshi vaqt o'tkazdik. O'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar video haqida. Videoni qaysi moment sizlarga ko'proq yoqdi va aytmoqchi bo'lgan gapim, doimo agar imkoniyatingiz bo'lsa, sayohat qiling, chunki bu shunga arziydi. Agar imkoniyati yo'qmi, unda o'sha imkoniyatni o'zingizlar yaratsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, biz hozir o'sha otelga ketyapmiz, kompyuter o'ynab chiqdik. Ovqatlanamiz va ertaga o'sha biz Toshkentga qaytamiz. Va albatta Komil Qahhorov Asnamnoy YouTube kanalimizda yangi videolarni kutinglar. Yaxshi proyektlar tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa 2026-yil Komil Qahhorov kanalimiz eng zo'r YouTube kanallaridan biri bo'ladi degan umiddaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Let's go. Пока.